Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob O'zbeksaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi video obzorimizda har doimgidek pul va texnologiya haqida gaplashamiz. Bu umuman pulga ham, texnologiyaga ham aloqador, ya'ni Algotor va Zui haqida gaplashamiz. Aynan nima uchun ikkalasini videoda kontent qilib aytyapman? Ikkalasi bir-biri bilan hamkor va siz ikkalasi bilan ishlasangiz, siz muvaffaqiyatli trading qilib daromad qilishingiz mumkin. Qanday? Bu Algotor qisqa qilib, xulosa qilib aytganda, sizlarga aytsam, bu robot hisoblanadi. Ya'ni AI robotlar umuman olganda, masalan, siz trading qilasiz-ku, siz uxlab yotganingizda yoki boshqa ishlar bilan ovora o'tganingizda siz buyruqlar berib qo'yasiz o'sha robotlarga. U esa o'sha sizda buyrug'ingiz bo'yicha chegaralangan buyruqlar bo'yicha u savdo qiladi va sizga daromad qilib turishi mumkin. Va sun'iy intellektlar bor, birga o'zlarini signallarini tashlashadi va hokazo. Xullas umuman olganda bu sizga как navigator bo'lsa, bu esa sizda bozoringiz, ya'ni savdo qilish uchun mo'ljallangan platforma hisoblanadi. Va shu ikkalasi orqali siz muvaffaqiyatli trading qilishingiz mumkin. Bu o'zini ofitsial veb-sayti. Bundan ro'yxatdan o'tish uchun esa albatta siz ro'yxatdan o'ta olmaysiz, faqat kirishingiz mumkin. Akkaunt ochishni yo'li esa bu men xullas buni kanalda silkasi taplink.cc O'zbeksaidov, uni YouTube kanalimda profilida silkasi bor. Shatda pastga o'tganlaringizda Zui deb qo'ygan. O'sha yerdan akkaunt ochsangiz, mana ko'rib turganlaringizdek 0% komissiya bo'ladi. Ya'ni siz Zui platformasida masalan pul kiritasiz va hokazo, savdo qilasiz, sotasiz, sotib olasiz va hokazo, aksiyalarni sotasiz va hokazo, forexmi bo'ladimi? Xullas komissiya oladi odatda. Meni mana shu referalni havolam orqali siz 0% komissiya olishingiz mumkin, mana ko'rsatib qo'yilgan va men shu auditoriyamga shu imkoniyatlarni beraman. Demak, telefon orqali telefoningizni kirgizasiz va tasdiqlangan kodga orqali qilasiz va referral optionalga bu turganligini tekshiring, bo'lmasa bu ishlamaydi shunday. Keyin yana elektron pochtani kirgizasiz va elektron pochtangiz ishlaydigan bo'lsa va shunday kod keladi, kirgizganingizdan keyin o'sha kodni kirgizasiz, buni ham tekshirib, shu bilan ro'yxatdan o'tasiz. Bo'ldi, все. O'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlang va qandaydir tushunmovchilik bo'lsa, texnik bo'limiga, texnik поддержка, qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qiling. Все. Umuman olganda ofitsial veb-sayti bilan o'zlaringiz ham batafsil tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda masalan akkaunt bo'limi bo'ladi, home bo'ladi va bu yerda magazini bor. Bu yerda har xil robotlar bor. Kimlar uchun? Boshlang'ich treyderlar uchun, professional treyderlar uchun, hammaga har xil kategoriyadagi robotlar bor. O'zingizda nima desam ekan, fukusingizga qarab o'sha robotlarni sotib olishingiz mumkin va wishlist, bu eng yoqtirganlaringizni qilishingiz mumkin. Bu yerda kart bo'limida o'sha savatchaga solganlaringizni qilishingiz mumkin. Masalan, men hali sotib olmadim. Mana narxlari bor. O'zingizga qulayini qilib sotib olishingiz mumkin shunday. Undan tashqari bepul signallar ham beriladi. Biz xullas bu o'sha Algotor va Zui bilan hamkorlik qilyapmiz. Demak, shu umuman olganda mana for institutions deb qo'yilgan. Undan tashqari for professional traderlar uchun trading yechimlar va boshqarishlar uchun trading toollar va hokazo narsalar ko'rsatilgan umuman olganda. Ijtimoiy tarmoqlari, kimni qanday to'lovlar, Mastercard, Visa'ni qabul qiladi va Western Union va hokazolar shular. Bo'limlari va hokazo ko'rib turganlaringiz marketplace, bloglar, kontakt va hamkorlik uchun bog'lanasizlarmi shunday. Все shuni olganda. Va Algotorga qaytadigansak, People o'zini ta'lim platformasi, sun'iy intellekti bor. Bemalol o'shalardan izlanib, shulardan kelib chiqib qilishingiz mumkin. Demak, Algotorda mana xullas biz uchun bu Algotorda o'zini ishchisi Leon deb ataladi, Gonkongdan, ya'ni Xitoydagi, va ular tajribaga ega va hokazo signallar tashlab turadi, bepul signallar. Buni ham silkasini albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimdan shu topasizlar yokida o'sha postlarni har bittasini tashlab turaman. Shunga qarab, o'sha tayyor tajribadan o'tgan garantiyasi bor signallardan foydalanib bemalol savdo qilishingiz mumkin. Shuni agar signal qilishni bilmasangiz, tayyor signallar mana sizlarga qilib beryapmiz. Undan tashqari ular oldin Filippinda qilishgan. Filippinda masalan Trader Hub ochgan. Mana bu
Filippinda regionalniy menejer, ya'ni Filippindagi kattasi. Masalan, menga ular 1 oy 2 oy давайте ishlaylik hamkorlikda, keyin уже tez orada sizni masalan mana shu Markaziy Osiyo bo'yicha как regionalniy menejer qilishimiz mumkin, ya'ni Markaziy Osiyo bo'yicha o'sha Algotur va Zuyni kattasi qilishimiz mumkin deyishdi va shunaqa tadbirlar onlayn va offlayn qilishimiz mumkin, xuddi XM qilgandek shunday. Va bepul bo'ladi va hokazo xarajatlar qoplangan, shunday qilishimiz mumkin, ta'limga oid narsalar qilishimiz mumkin. Albatta bu sizlarning aktivliklaringizga bog'liq. Agar sizlarda aktiv bo'lmasa, bu amalga oshmaydi. Shuning uchun agar xohlasangiz, давайте aktiv, like va o'z komment va ro'yxatga o'tib aktivligingizni qilib, ishlab ko'ringizlar shunday. Va qanday sizlarga yoqdimi, o'zlaringiz fikrlaringizni umuman kommentariyada qoldiringizlar. Va umuman olganda shu Algoturs. Keyin shu umuman olganda keyin ular bilan gaplashyapmiz, ishlayapmiz va keyin yana faylga kirsak, bu yerda Algotur haqida prezentatsiyasi bor. Forex Master Trading deb qo'ygan. Kim bizmiz degan. Buyuk Britaniyada registratsiyadan o'tgan trading texnologiyaga provider fokus qaratilgan. Retail Trade Smarter deb qo'ygan. Mana ofisda ko'rib turganlaringizni biz qilamiz gold bo'yicha va hokazo oltin bo'yicha. Ko'rib turganlaringizni mana xullas VIP Gold signallar gruppalari bor. Undan tashqari Zui bo'yicha o'zini hamkorliklar bo'yicha performance avtomatiskiy sistema va odzivlar ko'rib turganlaringizdek ishonchli va shular umuman olganda. Cho'ta bu sun'iy intellektga o'xshar ekan, lekin bilsam bu haqiqiy ekan, shunday. Просто o'zi shunaqa koreyskiy, yaponlar, sharqiy ona qizlar o'zi shunaqa bo'lar-ku, shunday. Keyin umuman olganda shular. Va Zuiga keladigan bo'lsak, Zui endi siz o'sha savdo qiladigan platforma, o'sha referalniy koddan foydalansangiz, o'sha 0% komissiyaga erishasizlar. Va forex, indikatorlar va hokazo ulushlardan daromad qilishingiz mumkin. Live account ochishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ling, ro'yxatda o'tingiz. O'sha 24/7 ana bu customer support, texnik qo'llab-quvvatlash bo'limi bor. Har sekundda 50 mingdan oshiq orderlar ochilyapti. Har millisekundda price matching speed global employees ish beruvchilar, ya'ni 300 tadan ortiq anaqa ishchilari bor ekan bu kompaniyani. Va bir brokerda har xilcha imkoniyatlar, o'zingizning trading yo'lingizda qilishingiz mumkin. Bir FXpert competitive space bo'yichalardan tillo, neft bo'yicha savdo qilishingiz mumkin. Undan tashqari aksiyalar bo'yicha ko'rib turganlaringizdek Apple, Disney va undan tashqari indekslar bo'yicha ham savdo qilsangiz bo'ladi. Bu endi hamma o'zingizning fokusingizga bog'liq va registratsiyadan o'ting, keyin depozit qiling 0% komissiya va trading qiling 0% komissiya. Va umuman olganda shu qalay zo'ra. Mana foydalaringizlar, ro'yxatda o'tingizlar. Ilovasi ham bor. Ilovasini ko'rsatishdan oldin esa sizlarga o'sha prezentatsiyasini ham ko'rsatay. Mana Zuiniki. Bularda ham Zui haqida batafsil ma'lumotlar, ofislari qanday, umuman zo'r opitni kompaniya, xullas ishonchli opitni kompaniya. Forex bo'yicha qilishingiz, indekslar bo'yicha, US Amerika ulushlari bo'yicha qilishingiz mumkin daromad. Va trading account oching va hokazo qanday qilishingiz mumkin. Koshelyogingizni nazorat qilasiz, pul yechish yoki qilish bo'yicha hammasi bo'yicha batafsil dars kanalida tushuntirilgan. Depozit yoki pul yechish yoki pul chiqarish, wire transfer buni bilmadim, lekin Kcash Maya bo'yicha qilsa bo'lar ekan va kriptovalyuta orqali masalan Binance'dan tashlashingiz mumkin depozit sifatida yoki Binance'ga o'tkazib olishingiz mumkin ekan. Ilovasi bor shunday. Va copy trading qilishingiz mumkin o'sha signallardan foydalanib. Nima uchun qilish kerak? Ishonchli, har tomonlama qonuniy va xavfsizlik tomonlama, har tomonlama xullas idealniy broker hisoblanadi shunday. Va o'zini как seminarlarni o'tkazyapti va biz ham nasib bo'lsa O'zbekistonda qilishimiz mumkin agar xohlasalaringiz shunday. Всё, umuman olganda keyin shu demak ilovasiga kirdik masalan. Xullas ilovasiga kirsak,
mana oltin bo'yicha qilishingiz mumkin. Masalan, kirasiz, o'sha ro'yxatda o'tdingiz va depozit qilib pul kiritganingizdan so'ng hozircha Humo UzCard bo'lib o'tadi bilmadim, no Visa karta orqali tushirib olasiz va masalan oltin sotib olmoqchi bo'lsangiz buy bosasiz. Sotib olmoqchi bo'lsangiz sell bosasiz. Analiz qiling, texnik analiz va hokazo sun'iy intellektlar bilan AI botlar orqali qilsangiz, mana tayyor robot bor, Algotordan foydalaning. Все, umuman olganda oldi-sotdi qilib, narx oshganda sotib foyda qilasiz, narx tushganda sotib olib, qachon narxi ko'tarilguncha shu kutib yig'ib savdo qilishingiz mumkin shunday. Va oltinning bu raqamli varianti, bu kriptovalyuta emas, umuman olganda raqamli varianti va undan tashqari Euro USD, yana boshqa umuman olganda ko'rsatilganday va signallar, umuman olganda signallardan ham foyda qilishingiz mumkin. Copy qilib birdaniga trade qilishingiz mumkin. Agar tradingni bilmasangiz, o'sha ekspert odam bilan birgalikda daromad qilishingiz mumkin shunday. Yangiliklardan boxabar bo'lib, shunga vaziyatga qarab savdo qilasiz va kalendarlar bo'yicha umuman olganda nimalarning yangilik bo'lyapti, marketlarda forex bor, indikatorlar bor, AQSh aksiyalar bor va o'zingiz sevimlilaringizni belgilab qo'yishingiz mumkin. Masalan, men belgilanmagan, o'zlari belgilab qo'ygan ekan. Shunday. Va pozitsiyalar umuman olganda shu bo'limi va bu yerda signallar o'zingiz bo'yicha ana algoritmlar o'zlari signalni berib borishgan. Va bu yerda esa profilingizni verifikatsiyadan o'tsin. Birinchisi oddiy profilda to'ldirish bo'yicha registratsiya, ikkinchisi dokument bo'yicha, чтобы ertaga moshenniklar sizni profilingizni buzib kirmasligi uchun shunday qilingan. Va umuman olganda men ham signallarni qilishim mumkin. Undan tashqari promo materiallarni ham tashlab turaman va Withdrawal Management, ya'ni o'sha bo'lim pul ketish bo'yicha USDT wallet, ya'ni kripto kошелек to'lab olasizlar yoki Wire account bo'yicha qandaydir o'sha xalqaro fiat bo'yicha valyutalar bo'yicha o'tkazma bo'lsa, buni bilmadim, lekin mana shunday qilsangiz bo'ladi. Masalan, qanday qilib kripto kошелек ochish kerak, qanday qilib boshqarish kerak, bu haqida videolarim qilganman davomida shunday. Va texnik поддержкасы mana shu xullas aytganimdek bazada ko'rinib turadi va undan tashqari mana depozit qilishingiz mumkin, hokazo lot ochishingiz mumkin, daromad olasiz. Siz ham qilishingiz mumkin. Men ularda introducing brokerman, ya'ni tushuntirib beruvchi broker lavozimida ishlayapman ular bilan bir hamkorlikda. Все, umuman olganda hozircha ular O'zbekistonda neaktiv emas, no men bitta qildimmi desam, umuman olganda bitta o'zbek blogeri ham Instagramda qilgan ekan. Значит, men ikkinchi ekanman, balkim boshqa nechinchidir